Assalamu alaikum, hürmetli tamашыбалар. Mana bugün biz Nöbetki Uyghur Teatrının komediyalık Afrikalık Kuyğul degan piyesini körüp, hazırlandık. Şunçilik rahatlanıp qaytıvatımız. Endi bugün birinçiden mening muş teatrının muş binasida Dilmurat Baharovni direktor bolup muş Uyghur Teatrının müdiri bolup tayinlanishga tabrikligim keldi. Muş teatrlarning gullanishige, mushundaq shunchalik tomoshabin ko'plab elib kelishiga Dilmurat inimizning hassasi ko'p. 2 yildak bo'ldi. Teatrning jonlanib ishlayotganiga men o'zim shunchalik baxtliman. Teatrning gullanishige texmo tilakdoshman. Я прилетела из Анкары по приглашению своих друзей. Вот. Сегодня посетила театр уйгурский. Я сама вообще коренная алматинка, но последние 2 года я проживаю в Анкаре. Но мне сегодня очень-очень понравилась эта комедия. Театр, конечно, очень красивый. И мне понравилось то, что артисты сыграли на высшем уровне. Bugünkü spektaklni shunday hozirlandik. Bo'lsa, hozirgi yoshlarniki uni o'ynagan rollari shunchalik odamni qo'shqoq qilib, shunday yaxshi hayajonlantirdi. Endi mush Uyg'ur teatriga har doim biz kelib o'tiramiz. Qachon bo'lsa, bugünkidek hayajonlanmagan bo'lsa shunchalik qo'shqoq bo'ldik. Bu Uyg'ur teatrining direktori Baharqa çoğun minnettarımızı bildirimiz. Şu Uyghur Teatrı kelgen direktör bolgan beri nurgun spektakllar kendi koyulup konsertler koyulup Xalqma hazır düşendi, köplep keldiğim bolup ketip bardı. Bugün yazgıcı Ekrem Ahmet kalemiga mansub Afrikalık Kuyğul spektaklini alaydan yerketini kelip bir oturumuz bu ketim an'ana bo'yicha yalnız emas studentlarimiz bilan Yarkent Oliy pedagogik kollejining studentlar bilan kelib tomoshabin sifatida öz fikrimizni aytishni to'g'ri ko'rdik. Bugungi spektakl har qitimqi spektaklga o'xshash nihoyatda ko'ngillik, mazmunli bo'lib o'tdi. Bo'libmi bugungi hayot ko'rinishlari, shundan bir qatorda ota-onaning baliq bo'lgan munosabati ham yoshlar orasidagi mehr-muhabbat keng turda o'rin olgan. Bir so'z bilan aytganda bugungi spektaklni nihoyatda yuqori darajadagi ruhiy oziq oldik. Teatr kollektiviga ko'p rahmat aytamiz. Spektakldan algan ta'sirim nihoyatda yaxshi bo'ldi. Bu Afrikalık Kuyğul komediyasida maqsadlik va kulgulik voqealar orqali muhabbatning qanday birlikda bo'lishini, o'zaro tushunishni talab qildig'ini tushundim. Men spektaklni ko'rganda ikki odamning muhabbati arzidagi munosabati faqat bir-birini yaxshi ko'rishdi emas, har turli qiyinchiliklarda yon-yonida bo'lish kerakligini tushundim. Qisqacha aytganda bu spektakl menga ta'sirlik bo'ldi. Metallikka o'xshading, o'diqmay rol o'ynading, aslni g'azab eding, qilchilik muqimda